Yeni kapta İran degan set nima deb kelganki? Abdan tutdungiz mana? Abdan tutum. Mana sizga kelgan. Qalanay bak usken. Nima deb keldingiz yana? Yelimay Güzelxonni siz yandırıp kelgan necha kun bo'ldi ana. Biz ay Güzelxon bilan shu ozroqlam qizishib qolgan, urushib qolgan hech qanday ahvol yo'q. Siz xato tushunib qolibsiz. Ay Güzelxonni qo'shib bergan bo'lsangiz egilib ketay degan. Azroq bir iş emas, minchilik bir iş buluşqun bo'lmaydi balam. Men buni ayni azlab, amallab, yemay yegizib, keymay kigizib, ativalab baqqan bala. Aran təsdi. Anda açıqlarını yaman qilmaslar ha. Hozir Ay Güzelxon ig'ir oyoq, tug'utimi yaqinlashib qoldi. Bunda yamanlab yuz yaxshi bo'lmaydi. Qo'lim qo'shni oldida sat. Men uyga borib, oldin yaxshi xabar olayana. Bundan keyin taxim ijilinoq yaxshi o'tay. Balaytım bo'lmasin qo'shib bergin. Kim o'ltirasan? Hele o bir balanken, 5 balan olsun bakıcılıkın var men ataxı. Berep eynəmizsə 50 gram altın, 4 tane qoy əp kəslə. Oyluşub baxamız şu çağda. Hozir menda o'g'lini o'g'li nadimi qisat olsin ana. Men shu Ay Güzelxonni tug'uti yaqinlashib qoldi deb barliq bisatni shu Ay Güzelxonningga keyingi ishlarga hammani xajlab bo'lgan. Ay Güzelxon tug'ib yotgan vaqtida yaxshi yeb ichmasi bo'lmas ana. Buni sizmi yaxshi bilasiz. Unda qilmaslar Ay Güzelxonni men olib ketay. Doğmaydı qoşab bəgili. Berep mənaslar şu mən degan şərtni orullab kəslə. Rastlı o'ylashib bo'ldingizmi? Oyluşub oldum, qoşab bəmitmə. Ata qilmag'anim og'ay. Kim o'ltirasan? Rastlı qo'shib bermaysiz ana shundaymi? Qoşab bəmitmə. Bo'pti ana, qo'shib bermisiniz. Boshqalardan olsam, sizning onangizmi sizni ayni vaqtda ikki bolalarni uyga qaytarib kelibdi ekan. Shu bichora bolaning dadasi sizni elib ketay deb kelgan vaqtida onangiz uni kel, buni kel deb o'rinsiz talablarni qo'yibdi ekan. Shu ikki bolaning bichora dadasi shu bamilni elish qurbi yetmay, shu ikki bola bichora yetim bo'lib kun ko'rdi. Baxtsiz turmush kechiryapti. Bir ailenin illik mehriga qanamay, dadının nimkaliga qanamay shunda o'tdi. Sizmi baxtsiz? Bolalarınızmı baxtsiz? Endi qo'pab, bu ikkimizni baxtsiz qilmoqchiman siz. Ay Güzelxonning qo'sqidagi bichora bolamni yetim qilmoqchi. Shundami ana? Sizlarning oilada baxtsiz degan gapdan boshqa gap yo'qmi? Sizlar bir ömür, bir aylık işleri mengim şuna baxtsiz o'tmoqchimi? Bana shunda o'rinsizni qo'yar deb o'ylanib boqmabdim ana. Shu kichikgina narsalarni siz ikkimizning baxtini nobud qilib qo'yibdingiz. Bo'ladi, qo'shib bermasangiz bu o'zingizning ixtiyori. Qiz o'zingizniki. Meningki shu bichora bolam kelgusida nalarda sarsam bo'lib yurar. Nələrdə bəxtsiz bulab yürə, qandamı gün keçirə. Bunun həmmisi siz səbəbçi ana. Siz ikimizninki bəxtini nabud qılğıcı, şu iniq esіңizdə bolsun. Mən bugün şunu es qıldım ki, yüzüm ötməgən yerə pul ötütkən. Mən bugündən başlap qaytadan tirişib, pul təpşiqi tirişay. Мәңгі яшап кеттің ана. Ben sizni pek sığındım. Bilip mekanınızı yerim qılmang. Anam hamam qoşulup düşkimizin işige.
Anam şu işimizge yaxshi bo'lsin deb shunday qildi. Sizmi to'g'ri tushuning, nimalar degan bilan o yana mening onam meni men bir japat biqib cho'ng qilgan. Sizni bek yaxshi ko'raman, lekin onam tutsa sizmi to'g'ri tushunasiz-ku? Ma'qul. Ha, qizimizni bek yaxshi ko'radi. Xotirjam bo'ling. Acan, yana aşı yalan döşülen gap qilish qiltiribdi. Sizmi g'ayrat qiling. Yana aşı yalan döşülü paranlaş qiltirdingmi? Qo'p bilan tamoq etilar, naman chiqsan uningga? Men sirtqa chiqib go'shaki, qo'p bilan. Sizni bek sığındım. Ben sizni bek sığındım. Anam öydü bama. Anam sirtqa chiqib ketgan. Sizni bek sığındım. Ben de kuzamdan bek sığındım. Ben seni bek sığındım, umak kuzam. Seni bek sığındım. Ben sensiz herkesim yaşayamayım. Men siz herkes yaşayamayman. Erim yana anamga o'zgarib boqqan. Anam chiqim qo'shilibdi. Ma'qul bugun anamga tizlansam tizlanib, sizni cho'qim uyga olib ketibman. Lekin anam qattiqga qiz ko'nglingizga olmang. Yana ishimizga yaxshi bo'lsin deydi. Ma'qul. Anam katta bo'lguncha sizga kiyim hep biray xuddi kiyimingizni ko'nrab qolibdi. Yuringimsa. Yuring. Oy, nim deb keldin ha, yana yalan döş, nim deb keldin ha bu uyga? Ay güzelni yo'qlab kelgan ana. Uni yo'qlab kelish salaytingmi, ma'zur? Bu degan mening qonunliq ayolim. O'tding ha balam menga. Ha, o'tding menga. Qilmang ana, unda qilmang. O'tding ha. Anda qilmaslar canım ana. Menga ishchingiz og'usini Ayguzalxonni qo'shib bering canım ana. Men degan shartni o'rinlaganma. Qana 50 gram oltin to't qo'y. Uni aslini taqab bilmadim ana. Lekin ashbamni terishib ilib sizdan oldingizga qo'yma. Tola bu yerda zənimni zonqaytib, ko'nglimni donqaytmay, ko'zingizning suyini chiqarishib, berib aş shartni o'rinlab, anasilni ap ankiling menga. Menga qilmaslar o'zini Ayguzalxonni qo'shib bersangiz men ilib ketay. Qo'shib bergil olmaydi, shartni o'rinlab ankiling menga. Menga sen ayaga. Cho'qim ashbamni menga og'zamsan ha. Cho'qim og'iz utma. Ma'qul ana. Men siz degan shartni o'rlay. Ben bugundan boshlab tirishib, siz degan 4 dona qo'y 50 gram oltinni cho'qim oldingiz qo'yman ha. Biz ikkimizning baxtini pul orqali sizdan sotyapman. Shu aniq esingizda bo'lsin. Biz er kishining yuzi o'tmayotgan, pulimiz o'tgan, shuni aniq esimni tutib oldim mana bugun, ma'qul. Men bugundan boshlab yana pul topishga tirashay. Saqlab turing xotin. Men pul topib sizni uyga qaytarib akitay. Chiqing hemen to'la quruq shvar to'lab turmay bu yerda menga. Diqqat qilib yosh qarshilama qilman. Men o'zunchidan maylarimizniki, o'zunchidan maylarimiz shpalla qarshilansin. Ay, ukam bu qandaqning bu? Xapaman xo'jayin, mening tegabdan etilmagan chog'i bor. Diqqat qarshilaman da buni, qandaqdan qiliq bu? Xapaman xo'jayin, men diqqat. O'zunchidan maylarimiz shpalla yosh qarshilamasak bo'lmaydi, xaylar azimiz taqib bo'lmaydi. Yaxshi shpalla qilishimiz kerak. Xaydalar asos bu ishda. Ma'qul, xapaman, men diqqat qilaman. Qilsan yaxshi qil, ukam. Agar yaxshi qilmasan, qaytib qolsang bo'ldi.
Ma'qul aka. Sifatli bo'lsin maqma. Qilabisi yaxshi bo'lsin ha. Ma'qul aka. Bo'lmasa qasdan bir yo'l ochiq. Manbalarimiz sifatli bo'lishi kerak. Ma'qul aka. Yaxshi bo'lsin, yaxshi. Ma'qul. gram altın, 4 tane koy ep gelsene. Oyluşup bakalım şu canla. Onu yoklap geri salaydın ama Azer. Hani 50 gram altın 4 koy. Hani 50 gram altın 4 koy. Ve kutun. Ya yaklaşılındı kutuplap hazır küçük tamak yıkıldık. Hazır polo yıkıldık. Şu bilsem ben pologa bakamay qo'yganda ko'z uchdi polo aka o'zbiydi. Kun aldım xotun. Bu odunchidan mayzavatining maylarim bak yaxshi ekan. Qilyaptim bag'an sizga cho'qim bir yashga og'ash berma. Mendan ansirman xotun men mayt yaxshi cho'qim tirishib onam degan narsalarni to'liq qilib sizlarga qaytib aytibman. Ma'qul xotun men sizni yaxshi ko'raman. Ma'qul xotun mendan ansirman. Ma'qul xo'sh. Ağene vallahi işte üçüt vaktimiz ulap kattı. İşte üçlerdi. Adaş, əmizləşdən düşüb getir, anlamam mən mayalını besib, keçilab basım maşınığı mayını besib otayatdım, axı dalının qoluğu vaxtıda mayını etküzüb əmsək bo'lmaydı. Vay biçare, namacı canını qıynaytqansa. Balsızlı getir anlağıyla. Anla vallahi işte üçler. Bu molda bu çok hepsi ya. Akşam mayını basqan aka, şuna öyketmemiş edi, uxlab qaptım, uxlab bolmağa ki mən diqqət qılayım. Odunçtan mayları yalğır baskan çağınız var. Cəbba çəkdiniz ukan. Yaxşı işlən. Ma'qul aka, rəhmət.
Hey xotin. Nima ish qilyapsiz? Ha, hozir tushlik dam olish vaqti. Tomoq yeyotdim. Nima tomoq yedingiz? Ha, bugun zavodda kebab akaptgan xotin. Kebab yeyotdim, mendan asirmisingiz mutlu. Nayt yaxshi. Ben nima ish qildaysiz? Ben sizni qandoqsiga oldigan bo'pman. O'tiningiz qaling, ha? Meni nima ish qildaysiz? Ben şu pulni tijab ishlatib, onam degan narsani ishtiroq to'liqlab berib, sizni uyga yondirib aklay deb shu pulni tijab o'tirgan. ये जिस्म है तो क्या